Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan kun savolini yechimini ko'rib o'tamiz. Bizda birinchi shartda katta uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusi so'ralgan. Ikkinchi shartda CH balandlikni uzunligini topish so'ralgan. Xo'p, biz qulaylik uchun to'rtburchakli uchburchakning katetlarini A va B, gipotenuzasini S deb belgilab olamiz. AHC to'rtburchakli uchburchakka ichki chizilgan aylananing radiusini R1 deylik. BHC uchburchakka ichki chizilgan aylananing radiusini R2 deylik. Katta uchburchakka ichki chizilgan aylananing radiusi R bo'lsin. Bizda AHC uchburchak bilan ACB to'rtburchakli uchburchaklar o'xshash. Xuddi shunday CHB uchburchak bilan ACB to'rtburchakli uchburchaklar o'xshash. Uchburchak o'xshashlik alomatlariga ko'ra R1 taqsim katta R A taqsim C ga teng. Ikkinchi va uchinchi uchburchaklarning o'xshashligiga ko'ra R2 taqsim katta R B taqsim C ga teng. Katta ABC uchburchakka ko'ra Pifagor teoremasi A kvadrat plus B kvadrat barobar C kvadrat. Birinchi va ikkinchi tengliklardan mos ravishda A va B larni topib, uchinchi tenglikka qo'ysak va C kvadratni qovusdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, R1 kvadrat taqsim R kvadrat plus R2 kvadrat taqsim R kvadrat barobar C kvadrat munosabatiga ega bo'lamiz. Tenglikni ikkala tomonini C kvadratga qisqartirib katta Rni topadigan bo'lsak, katta R barobar tiz ostida R1 kvadrat plus R2 kvadrat formula kelib chiqadi. Bu formula umumiy holda isbotlandi. Demak, R1, R2 larni o'rniga istalgan qiymatida katta Rni topishimiz mumkin. Bizning masalamizda R1 3, R2 4 ekanligidan ularni kvadratlari yig'indisidan ildiz chiqarsak, katta R, ya'ni katta ABC uchburchakka ichki chizilgan aylananing radiusi 5 ekanligi kelib chiqadi. Masalamizning A sharti to'liq hal bo'ldi. Endi B shartiga to'xtalib o'tamiz. Masalamizning B shartini ishlash uchun biz AH kesmani X bilan, BH kesmani Y bilan va so'ralgan CH kesmani kichik h bilan belgilab olamiz. Endi to'rtburchakli uchburchakka ichki chizilgan aylanalar radiuslarini topish formulasidan R1 barobar X plus H minus A taqsim 2, R2 barobar Y plus H minus B taqsim 2 formulalariga egamiz. Mos ravishda R1 va R2 ni qo'shadigan bo'lsak, mahrajlar bir xil. Suratda X plus Y plus 2H minus A plus B mahrajda 2. R1 plus R2 barobar X plus Y ni o'rniga C qo'yadigan bo'lsak, kasrni taqsimot xossasidan har bir yig'indini 2 ga bo'ladigan bo'lsak, H minus A plus B minus C taqsim 2 tenglikka ega bo'lamiz. Bizga ma'lumki, A plus B minus C taqsim 2 bu A, B, C uchburchakka ichki chizilgan aylanani radiusiga teng. Demak, R1 plus R2 barobar H minus katta R. Shu yerdan H ni topsak, R1 plus R2 plus katta R formulaga ega bo'lamiz. Demak, katta uchburchakning gipotenuzasiga tushgan balandligini ham umumiy formulasini keltirib chiqardik. Masalamizning shartiga ko'ra H ni topadigan bo'lsak, R1 3 ga teng, R2 4 ga teng va katta radius 5 ekanligi chiqdi. Demak, so'ralgan H balandlik 12 ga teng.